Matbuot anjumanining ikkinchi qismini boshlaymiz. Endi jurnalistlar bilan muloqotda OKMK jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qo'shoqov Qosim bo'ladilar. Avvalo g'alaba muborak bo'lsin. Bugungi o'yinga sizni bahoyingiz. O'zi har yili nima deydi, Saudiyona jamoasi bilan qiziqarli o'yin guvohi bo'lamiz, muxlis bor. Bugun ham shu tariqa bo'ldi. Albatta ikki jamoa ham ko'rinib turgan edi, g'alaba uchun chiqqani. Lekin o'sha biz gol o'tkazib olishimizga qaramasdan turib, yigitlarda o'sha shijoat, oxirigacha kurashish va albatta bu o'z so'zini aytdi va samarasini berdi o'ylayman. Endi agarda men o'ylaymanki, muxlislarga yoqadigan o'yin bo'ldi. Qolaversa fursatdan foydalanib muxlislarimizni va yigitlarga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib qo'yaman. Menki shunaqa oxirigacha kurashdi va albatta imkoniyatlarimizdan foydalandi. Buni voqliroq qilish kerak edi. Shu muhimi 3 ochko. Bu yog'iga keyingi o'yinlarga tayyorgarlik, уже hayot davom etadi shu. Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat. Shu o'yinda ko'rdikki, shu jamoangiz ketmay 2 gol o'tkazib bordi. Hisobda oldin olib ketib shunga ham 2 gol kamlik qaytib g'alaba qozondi. O'zgarishlar o'yinni o'zgartirib yubordi. Shu bir tomondan bundoq qarasak, masalan, endi men o'zimga ham har doim shu savolni beraman. Shu savolga hali ham javob topolmayman. O'zingizga futbolchi mutaxassis sifatida zaxiradan maydonga tushgan futbolchilar o'yinni o'zgartirib yuborgan. Bir tomondan bu murabbiyga maqtasa bo'ladi. Lekin tangan ikkinchi tomonni o'shanda asosiy tarkibdagi futbolchilarni noto'g'ri tanlangan bo'lib chiqmaydimi? Va bu hech va oldinroq tushirib qo'ygan yaxshi. Mana endi mana shunaqada Xurshid G'iyosov tushganda va boshqacha Xurshid G'iyosov anchadan beri nimada gol urmadi, boshqasiga imkon berish kerak. Lekin bu gap bizdan oldin ham bo'lgan. Hozir ham bor. Bizni o'tib ketganimizdan keyin ham bu narsa to'xtamaydi. Bugun ko'rgan bo'lsanglar, oldingi o'yinga qaraganda rotatsiya 5 ta o'yinchi, yangi o'yinchi, nimaiki faqat 11 kishi bilan emas, boshqa o'yinchilarimiz, futbolchilarimiz bor. Albatta ular ham jamoaga o'z hissasini qo'yishi kerak. Nimaiki taqvim juda ham zich. Qolaversa 2 kundan keyin juda ham yana kubokda juda ham muhim o'yin kutib turibdi. Qolaversa Nasabga qarshi. O'shaning uchun ham biz bu yerda qo'shim mumkin edi. Faqat 11 kishi. Men kimgadir shu yoqadi. Menga ko'proq iloji boricha futbolchilarga imkoniyat berish, o'zini yaxshi tarafdan ko'rsatishga. O'shaning uchun ham agarda bugun yutqizganimizda ham o'zimning fikrimda qolardi. Bu chetdan o'sha gap. Chetdan hamma specialist. Buni ichidan bo'lish kerak, qiziqda, tushunarli, lekin ichiga kirganda boshim og'rib, nima qilardim deydiganlar ham bo'ladi. O'shaning uchun ham nima deydi? O'sha zaxiradan qo'shilgan o'yinchilar ham kuchaytirish kerak o'yinni. Men aytdim-ku, biz ham o'zimizda 90 minut o'ynamaganmiz, katta futbolga kirib kelganmiz deb qolaversa 3 minutdan boshlaganmiz, 5 minutdan boshlaganmiz. O'zini yaxshi tarafdan ko'rsatish kerak bo'ldi. Necha minut o'ynaydi? Boshidan o'ynaydimi yo oxirgi hakam qo'shib bergan qo'shimcha vaqtda o'ynaydimi? Farqi yo'q. Marhamat. Ketma-ket ikkinchi o'yindagi o'ziga kerak qiyin o'yinlar, o'ziga kerak natijalarni qo'lga kiritdi. Endi har doim masalan Yevropadan aytishadi, Mirjalol aka, menga Realni yutib ketadi deb, o'zingizga futbolchi sifatida shunaqa o'yinlarni olib chiqib ketadigan komandalarga qanaqa kачество, aspekt borki, shuni qilib ketadi. Agentlikda shunaqa sekin shakllanib kuchli o'yinlar bir ko'ryapmiz. Yo'q, o'zi futbol aytaman, muxlislik uchun. Bu yutqizmagan jamoani o'zi yo'q, yoki faqat yutgan jamoani o'zi yo'q. Biz olamir muxlislik uchun o'sha Yevropada ham mentalitet boshqacha. U yutqizishga qaramasdan turib, o'sha oxirigacha kurashishadi va yutqizgan taqdirda ham o'sha yerda necha marta guvohi bo'lganmiz, muxlislar o'sha chapagini chalib, nima deydi, olqishlab kuzatib qo'yadi. Futbol shunaqa narsa-da, bu sport prinsipi bor, kurashish.
turgan bilan ish bitmaydi. Futbol dinamik edi. O'shaning uchun ham har doim aytib kelganman, futbol bu shaxmat emas. Shaxmatda miyani ishlatish kerak. Bu yerda oyoqni ham, miyani ham ishlatish kerak edi. Dinamikada bo'lish kerak. O'shaning uchun hozir unaqa desa bunaqa bo'lishi mumkin. Ko'rpani tortsa bu yoq ochilib qoladi. U yog'i to'rlayman desam, bu yog'i ochilib qoladi. O'shaning uchun ham yana bir bor yigitlarga minnatdorchilik bildiraman. O'sha oxirgacha kurashganimiz uchun ham Alloh o'zi anaqasini bergandir, mukofotini. Oxirgi savol. Mirzo, raqib futbolchi Doriyev 5 ta gol bilan Boygaga-da o'sha ham esdan chiqarish kerak emas. Doriyev ham masalan, malakali futbolchi, bundan oldingi yillari ham masalan Doriyev bizga gol urib ketgan o'yinchi, yaxshi o'yinchi, malakali o'yinchisi bor. shu sonu shunday Doriyev bugun 2 ta gollarda shunaqa masalan boshqa namolarda shunaqa kuchli o'yinda bu o'yinchilar bo'ladi, bitta 2 ta gol o'yin hal qilib keta oladigan agentga shu himoya chizig'i bugun Doriyevdan 2 ta gol o'tkazib, Doriyev yoqolmay 2 ta gol o'tkazib yuborganida siz qanchalik xafa qildi? Yo, endi mana har doim yana bir bor aytaman, bu jamoa bir kishi aybdor emas. Birinchi golida ham masalan исполнение masalan Yevropalarda ham bunaqa chiroyli gol uriladi. Lekin hozir yana aytib o'taman, Doriyev malakali o'yinchi, u yarimta momentdan ham masalan golga aylantira oladigan o'yinchi masalanda. Malakasi yuqori, kuchli o'yinchi. O'shaning uchun ham bu yerda o'tkazib yuborgan anaqada oldinroq aylantirib ketish kerak edi. To'g'risi, o'sha vaziyatga hechon olib kelish kerak emas edi. Ikkinchi golda ham o'rtada to'pni yo'qotib qo'ydi. Agarda esim aniq qilmayotgan bo'lsa, o'sha Alidan boshlandi shekilli, kaptan bemalol to'xtatib olib, sherigiga oshirishi mumkin edi. Bunaqa paytda himoyachilar biza hujumga chiqayotgan paytimizda himoyachilarimiz hujumchilarni tashiydi. O yerda bitta ikkita pas bilan уже nima deydi, перестроиться qila olmaydi. Защитникlarimiz yana aytolmanu yarimta momentdan yaxshi bir xillik o'sha vaziyatdan qiyshuv tepishi mumkin. To'g'risida osmongami, u yoqgami masalan, lekin o'sha Doriyev mahorati mana shu 2 ta udar, 2 ta golda. To'g'risi, iloji boricha harakat qilishdi, undan oldingi vaziyatlarda bloklar qo'yishdi. O'shaning uchun ham bu 2 ta golda ham bitta himoyachilar demayman, boshqa o'yinchilar ham aybdor. Imkon berishdi, aybdor deyishga grubi bo'lsa kerak, baribir gol bo'lgandan keyin hammamizni xatomiz shu vaziyatga olib kelgan. Rahmat. Batafsil javoblar uchun.